Assalomu alaykum hurmatli YouTube ixlosmandlari, qadrli obunachilar. Barchangizga assalomu alaykum deymiz. Mana kirib kelgan 2026-yil barchalarga muborak bo'lsin. Bugun mana mebelchilik sanoat zonasi, Bo'yda tumani mebelchilik sanoat zonasidamiz. Mana shu yerda mana sizlarga pakazdagi darvozalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Shu pakazdagi mana shu ko'rinib turgan darvozamiz 320 ga 320. Narxiga keladigan bo'lsak 8 million so'm. Avor bunat berish qilib kelgan uylarigacha. Ishlar qalin. Hamma joylari joy-joyida. Ko'rsalaring bo'ladi mana bemalol. Ranglari mokrida bo'lgan. Ahvot yaxshi. Darvozamiz. Bu yerdagi stullar ham chiqqan. Ustaka bu stullar nechi pul? 6 taliklari? Bo'lishi 750 ming. 750 ming so'm. 8 talanamiz bor. Bo'lishi 1 million qilib beryapmiz. Ha, bo'ldi. Juda ham yaxshi, baquvvat stullar bular ham. Qadrli obunachilar, mana ikkinchi darvozamiz ham bor yana. Bularni ko'rsam ekan, eniga 4 metrli ot eshikli darvoza. Pakazga qilib qo'yilgan. Endi mana shu fasondagi darvozalar ham bemalol qilib berilaveradi deb ko'rsatish maqsadida qilingan. Joyimiz mana shu yerda, kelaverasizlar. Kelishtirib chiroylab beramiz. Biz Ibrat mebel tushgan. Bo'yda bu tomonga yangi forma yo'li, mebelchilik sanoat zonasi, Ibrat mebel to'g'risida. Mana shu ikkita darvozamiz pagasi qilib beriladi. Stullarni da o'tkazib qo'yilgan bo'laveradi.